Машинақ оқша кеткен, қат-қатығы тәмісін кеткен пітір göğüşlerini kim rədd qılalaydı sömükті qılırım. Әлбәтті мәндек орықlayма дейді қала біріншілер rədd qılamaydı da. Мәні мау olsa xəmərliği ecimi bu yumuşaq çoğlağı layıq uların bir qıl şorpuluq çıqıptı. Qat-qatı maytız oqşmay qalamda tıqılla. Bugün iki xil usulü qıpaqdıq çoqum axırqıcan körüp ögünüm asılacımı aldı bilen muafiq unuğa kiçik kitan toz xəmir turuz soda sap boşarıq xəmir jığırıb alımız. Pitir bilen xəmirliğini işkisini təngli yuğarıq tuqala pitirni kimi tuzunu azarıq saldıqçımı. Əki bunun çarvıçılıq məhsulatı kalaya qoyni qo'si buldu, qiymi qavab, andi piyozni jiqaraq solamiz, tuzni kab qo'shib bo'lmaydi. Andi o'lchamlik ziridi qarmushda yarim qo'shiq, jijangda kichik tansab yaxshilashtiramiz. Albatta haddan bag'nikida menga ishlatgan nima tuqqanlar baktetimni chiqidi jiqsalavatmaydi. Jimo ko'rib mashaychan kipla so'nglik tuqqanlarim yurak yo'l belgilarini besib bizni qo'lga saqlamaslar. Hashimim to'lamiz matamaqdan ama inovati yo'qorajimi qilish o'ngay yeyishlik adsaqshin balla qipasam 2 to'ram yesimi hisob quvvat qildi. Men boshda pishirayotganimiz albatta pitir bo'ldidan tuqqanlar qasıl maşlaq yeyip qiymin tekşi ap türmeleydip yumalaqdap çapayg altıga aykop pişirishni boshlab ketsak bo'ldi. Quygan mayimiz bek az yoki jixo ketmisinjimi jixo ketsa ko'ngillik qoldi. Ozuqasim go'shtimiz rangi suzuk chiqmay qoldi. Buni qozonga saqoyib uyab yaqig'ichang xamirimizni tayyor qoldi. Eki bu xamirni bek bo'ldiryapmiz. Tuqqala bo'lmasa unimiz uzilib mana yeyilmay qoldi-chu. Chala xamiri bo'lganda yeyishni boshlasak bo'ldi. Men ishlatganim Alnuriniki yeshil o'lchimidagi oila uni tuzni bek yeydi bu unjimo tuzni kam qo'ymasa tuqqalam. Ammo tamoqni shart bo'yicha bugun azaraq qo'ygunimchum. Agi buni bey samirkatmega deb nepiziltaverdim. Kurus chiqidika chaqab pishidika. Yumshoqroq yemiz deydiganlar qilinara qisingizlar bo'ldi. Aka qozonga mashlaq birlikildika dangaza yo'g'nara qisichi bir xil ko'rkam chiqidika. O'tirotda bir tarafini to'liq sag'artirib, ikkiga bir tarafini o'rib 5 minut qaqlasaqlab pishib chiqadi. O'gin oldingizam sevib qalarim. Amsi sizdan bir sinab yaqingizlarmi? Qasib akarik tamlik qopda inkas rayoniga yez qo'yishni hargiz unutqanmangizlar.